Sürgünde Şərqi Türkistan hareketinin en yukarı teşkilatı boğan Dünya Uygur Kurultayının reisi Dolqun Aysa, Germaniyadaki München şehrinde ötküzülgen 59. növetlik Dünya Bexatarlik yığınıga qatnaşdı. Yuqori darajalik rehberlar qatnashgan yig'inda so'z qilganligi mo'ljallangan Dolqun Aysa Xitoyning sobiq tashqi ishlar ministri Wang Yining bu yig'inga taklif qilinganligiga inkos qaytarib, Rossiya tajovuzchi, Eron mustabid bo'lsa, undaqda Xitoy demokratiyani qo'g'daydigan davlatmi? Xitoy mustabid hokimiyat bu dunyodagi bexatarlik va tinchlikning eng chong tahdidi dedi. Dolqun Aysa Erkin Osiyo radiosiga bu yig'in haqida so'z qilganda mundaq dedi: "Men bu yil München bexatarlik yig'iniga Dünya Uygur Kurultayının reisi sifatida tunji qitim rasmiy holda qatnashyapman. Men bu ahvoldan intayin xushalman. Agar menga kelgusidagi yig'inlarda so'zlash fursati berilsa, men albatta Xitoyning Sharq Turkistonda sodir qilgan insoniyatga qarshi jinoyati va irqiy qirg'inchilikni kun tartibga ilib kelaman." Amerika Davlat ishlar katibi Antony Blinken va Turkiya tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu Qahramon Marashni markaz qilgan yer tevrashning ta'siriga uchragan rayonlarda tekshirish ilib berish uchun Xitoyga bordi. Yer tevrash rayonida havodan tekshirish ilib borgan Blinken Twitterda bayonot e'lon qildi. Türkiye'nin Şimali Atlantik Akti Teşkilatı ve Amerika bilen bo'lgan strategiyalik mexanizmini ta'kidlagan Blinken, hozirgacha ta'minlangan 85 milyon dollar yordamdan boshqa Türkiye ve Suriye'ga 100 milyon dollar insonparvarlik yordami beradiganligini e'lon qildi. Xitoy Komünist Partiyasi Markaziy Tashqi Munosabatlar Komitetining mudiri Wang Yi Yevropa ittifoqini yer sharining muqimligi uchun Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirishga chaqirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, Wang Germaniyada o'tkazilgan 59. navbatlik München bexatarlik yig'inining bir qismi sifatida Yevropa ittifoqining tashqi munosabat va bexatarlik siyosiy yuqori darajalik vakili Josep Borrell bilan ko'rishgan. Amerika Davlat ishlar katibi Antony Blinken Xitoyning Ukraina urushi uchun Rossiyani qurol va o'q-dori bilan ta'minlaydiganligini aytdi. Blinken CBS xabarlarining ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi: "Xitoy shirkatlari allaburun Rossiyani qirg'uvchi bo'lmagan yordam bilan ta'minlayotdi. Ammo yangi uchurlarda Beijingning qirg'uvchi qurollar bilan ta'minlaydiganligini ko'rsatildi." Blinken ogohlantirib mundaq dedi: "Agar Xitoy Rossiyaga Ukraina uchun qurol-yarog' va o'q-dori bersa, bu Xitoyga og'ir oqibat olib keladi." Yaponiya tashqi ishlar ministri Hayashi Yoshimatsu Germaniyada o'tkazilgan 59. navbatlik München bexatarlik yig'inining bir qismi sifatida o'tkazilgan Hind Tinch okeanidagi kuch tamponligini saqlash temasidagi yig'inda qilgan so'zida davlatining 2. dunyo urushidan keyingi eng og'ir va murakkab bexatarlik muhitiga duch kelayotganligini aytdi. Shimoliy Koreyaning ballistik boshqariladigan bomba siniqi va Yaponiya atrofidagi dengiz tavalligi harbiy faoliyatlarning kunsiri kuchayotganligiga ishorat qilgan Hayashi Sharq Osiyoning bexatarlik muhitiga bo'lgan andisini o'tirg'a qo'ydi. Gollandiya hukumati bir qism Rossiya diplomatlarining istixborot xodimi deb qaralganligi uchun qo'llab chiqarilganligini va Gollandiyaning Peterburgdagi bosh konsulxonasining taqildiganligini e'lon qildi. Hukumat organ to'g'rida e'lon qilingan bayonotda ikki davlatning diplomatik amaldorlarni o'zaro avatish masalasidagi suhbatning muvaffaqiyatli bo'lmaganligi o'tirg'a qo'yildi.